Barchangizga salom, sizlar bilan birgalikdaman. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda Car for Sale simulyator o'yinini o'ynaymiz. Mana o'sha o'yin. Albatta siz like bosib kanalimizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Unda biz ko'p gapirib o'tirmasdan videomizni boshladik. Bu o'yinda birinchi musor yig'ish kerak ekan. Musorlarni olamiz. Kompyuterdagi bilan ovozi bir xil bo'libdi, lekin yaxshi. Buni olmaydimi? Oladi. Mana ko'ryapsam, kompyuter bilan ovozi bir xil. Bu o'yinda kompyuterda o'ynamaganman-ku, lekin ko'rganman. Bir xil ovozi mana. Turing deyapti. Kompyuterda ham xuddi shunaqa ovozda. 17 tadan 13 ta yapmiz. Mana hammi. Qani endi? Bu yoqqa chiqa olmaysiz ekan. Mana bu. Musorlar shumi? Bu emas. O'yinda ozgina mana taxtalar ekan. O'yinda ozgina laglar bor, qotishda, qotadi, ya'ni qotishda debman. Endi bu yangi o'yin, o'shaning uchun ham ozgina qotadi. Tak, ochamiz. Och. Oppa, normalniy. Tak, biz nastroykani to'g'rilab olaylik-da. Bo'ldi, normalniy qildim. Чувствительный juda baland edi. Tak, endi Quest player. What the fuck? Quest? Men Quest emasman, bratishka. Tak. Alcars. Bu yoqda hali bu yoqdan sotib olamizmi biz? Oppa, BMW M3. Tak, Audio Q2, Audio B3. What the? Qanaqangi mashina? M3 GT ning o'rniga M3 deb qo'yibdi. Bakgnu BMW T5. Вообще bular Dodge bor ekan. Yana qanaqa mashinalar bor? Men taniydigan Mitsubishi bor. Mercedes E-Coupe deb qo'yibdi. Mercedes. Porsche deb yozilsa, bular Porsche deb yozib qo'yibdi. Porsche 930. Tak, pulimiz 14 ming ekan. Bu tepadagi nima? Kostyumimiz neyim bir narsa. BMW E30 olamiz. Afsuski pulimiz yetmas ekan. Tak. Menimcha bu yoqdan olib bo'lmaydi-ku. Nimadir qilindi, olindimi? Mo'ga bossam, hammasi shunday deydi. Xo'jaylama yozyapti tepada. Buni Ghost Player'da o'zgartir deyaptimi? Nimadir deyapti. Qanday o'zgartiramiz buni? Buni o'zgartirish uchun menimcha kompyuterga kirish kerak. Dekorativ. Mana Ghost Player. Yo'q, nima qo'yamiz otini? Davaydi, otini sizlar kommentariyaga yozib ketinglar, nima qo'yishimizni. Kimda kommentiga ko'p like bo'lgan bo'lsa, ya'ni birinchi o'rinda turadi-ku, o'shani yozgan narsasini qo'yamiz. Hozircha mayli. Ghostmidi, nima edi, o'sha turaversin. Mol kalla deb qo'yamiz. Mol kalla.
Lekin bu shunchaki buni sizlar hal qilasizlar. Sizlar o'zingizlar yozasizlar va biza ya'ni men sizlar aytgan nomni qo'yaman. Tak, bu turaversam upgrade hali qilolmaymiz. Bo'ldi, o'zgartirmasak ham turaversam. Shu joyda men biz mashina sotib olishimiz kerak. Mashinani qayerdan sotib olamiz? Qanaqa qilib mashina sotib Bizga hali ham chiqishga qo'ymayapti. Kallamga tepib qoldi. Ya'ni ismni o'zgartirgandan keyin mashinani tashqariga chiqib olsa bo'lishini. Hozir otini o'zgartirib ko'raylik. Lekin albatta kommentariyaga yozinglar. Otini nima qo'yishdi. Tak, mol kalla deb qo'yamiz boyagi. Mol kalla. Pulli turar ekan obunachilar. Yo'q. Mayli, qo'yib turaylik endi. Sizlar uchun qaranglar, pulimni ketkazib bo'lsa ham mayli deb qo'ydim. Next, you have complete your office for good neighbors of... Понятно, endi chiqalar ekanmiz menimcha. Mana, nomni o'zgartirmasa bo'lmaykanda. Lekin nomni albatta yozib ketinglar, nima qo'yishimizni. Bu yoq nima? O'xshatadigan, yuvadigan joylar. Kompyuterda bu yoqda turardi bekat. Bunda bo'lsa bu yoqda ekan. Mayli, bizga farqi yo'q, boraveramiz. Tak. Ketdik, travel. Qayerga boramiz? Car market hech balo yo'q. O'shaga boramiz. Tak, bu yerda. Brat, pul beraymi? Yo'q, lekin bera olmayman-da, brat, kechirasiz. O'zimda ham pul yo'q-da. Brat. Tak. Okay. Hello deydi. Nech pul deyapti? 3000. 3000. Yo, bunaqa toza arzon mashinalarni olmaganmiz. Nima mashina? Nima mashina olaylik-chi, nima? Urilganmi, qirilmaganmi? Ya, urilibdi. Urilgan ekan, mayli. Gaplashamiz. Nech pul deyapti buni? 39,000 kal. Kallang bormi? Bu nima? Toyota nima, qancha deysiz, brat? Toza yurishi ham bir anova ekanda buni. Big sale'mish. Buni ham olishga pulimiz yetmas ekan, 30,000 ekan, chunki boyagi oddiy mashinada olaveramiz biza. Bizga sholpullab bo'ladi senga deyapti. Chiqsa bo'lmaydimi? Ko'tagan. Tak. Brat, 5. Bunaqa mashina olging ham kelmaydi. Ketdik, mana vaqtdagi mashina ko'raylikchi. Nima mashina bu? Matizmi, Sparkmi, nima, brat? Bu ham qimmat mashina deyapti. 10,000? Sotib olamiz, davay. 10,000 oldi. Biz hali gaplashib bilmaymizmi bu bilan? Expertise. Bizlarda hali gaplashish narsasi yo'q ekanda. Mayli. Oppa. Nima yurmayapti? Mana bizga metka qo'yib berdi. Davay, gazini bos. Mashinani onasinikiga kirgizib yuboribdi. Ko'maydagan bo'lsa ham 3000 na pulimiz qoldi, davay. Demak, kallalaring ishlaydimi? Hali hech qayerga urilganim yo'q. Tiqib tashladi mashinamni. Mana qaraydi. Qarasam.
Qingoq. Ya Oysha xolangni seni ketdik vaqtdan aylaymiz. Juda yo'q. Damage. You was damage. Yo'q qanaqasiga damage? Salla. Buni piyoda olib borish menimcha mumkin emas. Buni jo'natib borishimiz kerak-da, o'zimiz borishimiz kerak qisqagina menimcha. Shunaqa-yu. Shunaqa bo'lsa kerak. Juda tez yuryapti, lekin yaxshi. Tormozni boz, lo'q. Tush mashinadan. Entermas. Mana kar. Buni mana shunaqa jo'natamiz. Mana jo'natib bo'l ekan. Eng qizig'i bizdan nomuz qani endi? Bizda bekatimiz qani? Bekatchamiz qani? Hop, Dodge. Lekin bizda pulimiz yetmaydi, o'shaning uchun qarashda ham keragi yo'q deb o'ylayman. Oppa, Range Rover. Adashmasam Range Rover eda. Store. Car store. Qodirali. Hech balo yo'q-ku, nimaga car store? Quloq ham yo'q-ku. Mayli, quloq bo'lganda car store. Politsiya ham bor ekan, yo'q-yo'q, azizami? Bekat qani, bekat? Yo'q-yo'q. Mana shu yoqdami bekat? Yo'q. Mana bekat, mana qo'yat. Assalomu alaykum, brat, yaxshimisiz? Xudo xohlasa pulim ko'p bo'lsa pul beraman, hozir pulim yo'q lekin. O'zim ham gadaydan farqim yo'q. Tak. Ya, mana yoqda-ku bizdan o'miz. Toychog'imiz. Toychog'im deb bo'lmaydi-ku ya buni. Mana u ham trashmikan-a, bizlarga anu berar ekan, to'xtaydi. Bulardi. Yo'q, bulardan bermas ekan. Bu yuvishmi, bo'yash bir narsalar. Mana bizni toychog'imiz. Brat, mashina turibdi, qarab turmasdan. Ana o'qisangiz bular-ku 1000 so'mga, davay bosing. Davay bosing. Bosing. Qarab turma, bos deyapman senga. Hoppa, yaxshi, tak. Bu yoqda ham, yo'q, bu yoqda, bu yoqda o'xshatish, bu yoqda tuning qilsa bo'lar ekan. Bu yoqda mashinani bo'yasak bo'lar ekan. Понятно. Molkalla. Bo'ldingmi, brat? Qancha bo'ldi o'zi? Qani? 37% bo'pti. Davay tez bu. Biz ungacha anaqa borgayikchi, u yoqdan balki ana opit berar. Opit. Junkride. Yo'q, shunaqami? Hozir bularni yig'amizdaning. Collect trash. Bu trash emas. Mana. Trash nima degani? Desizlar, trash degani endi bilmaganlar bo'lsa-da, musor degani. Tak. Musorchilik qilib yuribmizmi hozir biz? Buni buzib bo'lmaydi. Shinalarni buzib bo'ladi. Wireless repair. Bo'ldi, brat. Oling. $1050 berdi. Dollarmi, so'mmi? Menimcha o'yinda dollar. Tak, bo'ldingmi, brat? Bo'ldingmi? Voy, tuning ham qilib ko'ramiz. Mashinani yuvish ham kerak. Hayda orqaga. Qarab tur. Tak, oldinga hayda. Qayoq yuvish endi? Menimcha bu tomon yuvish. Upravlin qilish qiyin ekan mashina. Bo'ldi, yetar. Tak, brat. Davay. Bu yoq bo'yash ekan-ku. Mashina o'zim yuvaman, aytgancha. Metalik. Yo'qmi?
boshqa rangga bo'yasak bo'lmaydimi mashinada? Endi mayli, bo'ldi, biz yuvdik, bo'yadik. Bo'ldi, davay ketdik. Hayda. Qodirali, hayda. Da, endi borib yuvish kerak mashinani. Yo, mana yoqqa yuvadim ekan, ha? Shu yoqqa yuvadim ekan. Yo, bular yuvib bermaydi, adashmasam. Da, bular yuvib bermaydi, o'zimiz yuvamiz. O pastdagi narsalarga taq urilyapti, ishqib. Zagrijniya bo'lmayaptimi ekan, damage. Bo'ldi. Endi buni qanday yuvamiz? Mana yoqqa kelyapti. Keldim. Endi nima qilay? Sale car. Ya, mashinada yuvmaymanmi? Sale car. Tintak ekansizlar kusilar, Ya, mayli, davay deb. Sotib yuboramiz, tak. Toyota Yaris. Yo'q, Yotaya ekan. Yotaya Yaris. Tak, qanchaga sotamiz? 9900 qitaylaymiz. Bo'ldi, sotish qani buni? To'g'ri. Ya, 6000 emas. Ha, ko'p qo'yorsak bo'lmas ekan. Nech pulga oldik mashinada? 10 mingga. Buni 15 mingga tiqamiz. 15 mingga tiqamiz mashinani. Tak, endi kelib qolinglar, zo'r mashinalar bor, Mashinalar emas-ku, bitta mashin to'g'ri, endi har birda kelinglar, opalar, tog'alar, xolalar. Mana bu eshik nimaga qurilgan? 3 ta darmaytlar. Turib olgan joyni. Tak, nech pul deysiz, brat, cho'tam. Ayimda 15 mingga olaman deyapti. Menimcha arzon sotib qo'ydik, Qorong'i tushdi. Endi nima qilamiz? Molkalla do'konimizga kelib qolinglar, akalar. Kimga mashina kerak bo'lsa. Biz qayerga boramiz? Karavangami? Karavan bizning uyimiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Da, mana. Bilaman da men. Zinadan chiqloy. Bo'ldi mana. Oppa, uyimizda tualet yo'q. Bor ekan tualet, bor ekan. Sleep, uxlaymiz, 4000 foyda qildik. 16000 pulimiz bor, normalni. Next day. Oppa, ertalab tushdi, tog'alar, xolalar. Ketdik. Mana yoqda ko'proq narsa chiqishni boshladi, mana. Endi manalar sotolsak bo'ladi. Ochamiz. Onkul. Nima ochilmayapti? Ochil. Cho'ta ochilmayapti. Ne bilmadim, короче. Давай. Travel. Office. Tak, ofisga ham keldik. Ofisda nima qilamiz? Trash. Mo'lar tozalaymiz. Keyin anoga ketamiz. Mana, bo'ldi. O'yin zo'r bo'pti, o'yin yaxshi o'yin. Yaxshi, zo'r bo'pti o'yin, gap yo'q. Telefonga faqat shu bir ikkita joylari xatoyli, anisi ham zo'r emas. Shuni sal. Endi telefonga bo'lgandan keyin nima ham kutish kerak. Tak, bugungi qismimizda shu joyda o'z nihoyasiga yetkazsak ham bo'ladi, akalar. Keyingi qismida ko'proq mashina sotishga harakat qilamiz. Bu o'yin shunchaki obzor bo'ldi desak ham bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarda boy bo'lib, milliarder bo'lib ketishga harakat qilamiz. Barchangizga xayr, sizlar bilan birgalikdaman. Malar o'z bo'ldi. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni
esingizdan chiqarmang. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Hammangizga xayr.